boshidan beri Sankt-Peterburg shahrida noqonuniy migrantlarga qarshi reydlar tugamayapti. Ikki o'zbekistonlik yigit gazdan zaharlanib vafot etdi. Sankt-Peterburgdagi savdo markazida o'zbekistonlik yigit kishini o'limida gumon qilinib qo'lga olindi. Ta'lim akademiyasi prezidentining o'rinbosari migrantlar haqida bir foydali qiziq fikr bilan chiqdi. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 1-fevral, odatdagi migrantlarga oid yangiliklar va xabarlarni hozir birma-bir aytib o'taman. Yil boshidan beri Sankt-Peterburg shahrida noqonuniy mamlakatda bo'lib turgan chet el fuqarolariga reyd tadbirlari o'tkazilish tugamayapti, aksincha davom etyapti. Bu safar politsiya shaharning Kanin tumanida ham yirik reydlarni o'tkazdi. Bu yerda yo'l harakati inspektor xodimlari ham 100 dan ortiq mashinalarni tekshirishdi. Bunaqa tekshiruvlar muntazam davom etishi, buni aynan rahbariyat talab qilayotgani. Soddaroq tushunarli qilib aytadigan bo'lsak, aynan mana shu Sankt-Peterburg shahrida noqonuniy migrantlarni etnik tozalash ishlari hozirda ketyapti. Moskovskiy oblastidagi ikki o'zbekistonlik yigit mana shu uyi remont qilayotgan paytlarida gazdan zaharlanib vafot etishdi. Ma'lumotlarga ko'ra, uyda shol kampir yigitlarni ustachilik qilish uchun yollagan. Bu yigitlar bu yerda qolib ishlab kelishgan. Bu usta yigitlar kvartirani o'zida vafot etishgan. Sankt-Peterburgdagi Mall City savdo markazida shu o'zbekistonlik yigit shu yerlik yigitni o'limida gumonlanib qo'lga olindi. Shu o'zbekistonlik yigit bu yerda охранник bo'lib ishlagan va bu yerda do'kondan bir nima o'g'irlaganmi, xullas o'zini noto'g'ri tutganmi? Shu yerlik yigitni vaqtincha shu politsiya kelgungacha ushlab turgan. Shu ushlab turgan paytida guvohlarning aytishi bo'yicha shu o'zbekistonlik yigit shu yerlik yigitni ustiga o'tirib olgan emish. Shu ustiga o'tirib olganda bu yerlik yigitga shu nafas yetishmasligi oqibatida shu voqea joyida olamdan o'tgan. Shuning uchun joylarda ehtiyot bo'linglar do'stlar. Bu kim sizda ko'chada bezorilik qildimi yoki kasbingiz shunga oidmi? Shu politsiyaga topshirish uchun bu kimni bir joyda ushlab turishga to'g'ri kelyaptimi? Mana ko'ryapmiz. O'zbekistonlik akamizning ayni ayblari guvohlarning so'zlariga qaraganda bu politsiya kelishini shu yigitni qiynoq bilan ushlab turgani aytilyapti. Endi bu yigit ham ataylab shu hodisani qilmagan bo'lsa ham kamida bir 5 yildan 8 yilgacha qamaladi. Rossiyaning Ta'lim akademiyasini prezidentining o'rinbosari migrantlar uchun bir foydali qiziq so'zlar bilan chiqdi. Aytaylik, bir odam bizning yurtimizga kelmoqchi bo'ldi-yu, ammo biz uning o'zbekistonlik ma'lumotnomasidan olmaymiz, to'g'rimi? U bu yerga keladi. Bu yerda uni tekshirishadi. Sil kasalligi yoki yurak nuqsoni borligini aniqlashadi. Demak, u qaytish kerak bo'ladi. Bu esa xarajat degani. U bu yerga ishlash uchun kelgan ekan, demak u hech qanday Forbes ro'yxatiga, ya'ni oligarxlar qatoriga kirmaydi. U pul topish uchun kelgan. Xo'p, shifokor bo'lsin, xo'p, qurilishda ishlaydigan odam bo'lsin. Tushunyapsizmi? Shuning uchun mana bu hujjatlarimizni o'zaro tan olish masalasi. Rossiyada ko'ryapmiz-ku, shu O'zbekistondan ishlash maqsadida kelib, ayrim bir sabablar bilan shu mamlakatda ishlashga layoqatsiz deb topilib, nafaqat bu chet el fuqarosiga patent berilishi rad qilib, umrbodlik taqiq qo'yib qo'yish holatlari ham kuzatilyapti. Men buni Instagram sahifamda ham aytib o'tdim. Agar bu yerda tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, Instagram sahifamga o'tinglar, u yerda aynan mana shu nima sababdan, qay holatlarda chet el fuqarosiga taqiq qo'yilishi, ya'ni ishlashga layoqatsiz deb topilgan chet el fuqarolariga taqiq qo'yilishi haqida ham alohida to'xtalib o'tganman. Do'stlar, sizlarga tayyorlagan yangiliklar shulardan iborat edi. O'ylayman bu yangiliklar sizlarga kerakli va manfaatli bo'ldi. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi yangiliklarda, videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.